Dunyoda 8 milliondan ortiq turdagi hasharot borligini bilarmidingiz? Ularning umumiy soni taxminan 10 quintillion, ya'ni o'l ustiga 18 ta nol. Endi tasavvur qiling. Shu hasharotlarning hammasi birdaniga odam kattaligiga yetib qolsa, yer yuzida nima bo'lardi? Odamlar yashab qolarmidi yoki insoniyat hasharotlar imperiyasi ostida yo'q bo'lib ketarmidi? Bugun siz bilan shuni tasavvur qilib ko'ramiz. Avvalo, keling tasavvur qilaylikki, bir kuni tongda uyg'onasiz va deraza oldida odam bo'yidagi ulkan chumoli turibdi. Uning jarg'ara po'latday mustahkam, olti oyog'i esa daraxt tanasidek qalin. Yoki ko'chada chigirtka sakrab yursa, har bir sakrashi bilan uylar titraydi. Bu holatni ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilsak, hasharotlarning kattalashishi biologik va fizik jihatdan qanday oqibatlarga olib keladi? Hasharotlarning tana tuzilishi kichik o'lchamlarga moslashgan. Ularning skelet, tashqi skelet, ya'ni egzoskelet deb ataladi. Bu ularning tana vaznini ko'tarishga yordam beradi. Ammo odam kattaligida ularning skeleti bunday og'irlikni ko'tara olarmidi? Masalan, chumolilar o'z vaznlaridan 50 barobar og'irlikni ko'tarishi bilan mashhur. Agar chumoli 70 kilolik odam o'lchamida bo'lsa, u 3-4 tonnalik yukni ko'tarishi mumkin edi. Tasavvur qiling. Ulkan chumoli mashinani osonlikcha ko'tarib ko'chada yuribdi. Ammo bu yerda muammo shundaki, hasharotlarning nafas olish tizimi kichik teshiklar, traxeyalar orqali ishlaydi. Odam o'lchamida ularga ulkan miqdorda kislorod kerak bo'lardi, lekin ularning nafas olish tizimi bunga moslashmagan. Ehtimol, bunday dunyoda hasharotlar yangi evolyutsion yo'llarini topishi kerak bo'lardi. Masalan, o'pka kabi organlar rivojlanardi. Ilmiy fantastika nuqtai nazaridan bu hasharotlarni yanada dahshatliroq qilardi. Endi keling, dunyomiz qanday o'zgarishini tasavvur qilaylik. Hasharotlar odam kattaligida bo'lsa, ularning oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji ham oshadi. Masalan, chigirtkalar endi oddiy o't bilan qanoatlanmaydi. Ular butun ekin maydonlarini bir kechada yo'q qilishi mumkin edi. Ulkan chigirtka surusi kelib, bir shaharni bir haftada yutib yuborishi mumkin. Toki o'yimchaklarning o'ljasiga aylangan odamlar haqida o'ylang, ularning to'riga tushib qolish qanday dahshatli bo'lardi. Ijtimoiy jihatdan odamlar hasharotlardan himoyalanish uchun yangi strategiyalar ishlab chiqishi kerak edi. Shahar devorlari ulkan chumolilar yoki tarakanlardan himoya qilish uchun qurilardi. Odamlar ulkan hasharotlar bilan hamkorlik qilishni o'rganishi mumkinmidi? Masalan, chumolilarning o'ta tartibli jamiyati bizga yangi ijtimoiy tuzumlar haqida ilhom berishi mumkin edi. Yoki aksincha, ular bilan urush boshlanardi. Ilmiy fantastika dunyosida hasharotlar aqlli bo'lib qolsa-chi? Tasavvur qiling. Ulkan arlar o'z biyalarida shaharlar qurib, odamlarga qarshi o'z strategiyalarini ishlab chiqsa. Arilarning o'ta tartibli jamiyati, ularning malikasi boshchiligida odamlar bilan muzokara olib borishi mumkin edi. Bizga gulzorlar bering, aks holda shahringizni bosib olamiz, deya shart qo'yishi mumkin edi. Bu holat yulduzli urushlar yoki Avatar filmlaridagi kabi epik janglarga olib kelardi. Endi keling, ilmiy fantastika dunyosida biroz chuqurroq xayol qilaylik. Odamlar hasharotlardan ilhomlanib, yangi texnologiyalar yaratishi mumkin edi. Masalan, chumolilarning aql bovar qilmaydigan kommunikatsiya tizimi feromonlar orqali aloqa yangi aloqa texnologiyalariga asos bo'lardi. Yoki o'rgimchak ipining mustahkamligi ulkan ko'priklar yoki hatto kosmik liftlar qurishda ishlatilardi. Ammo aksincha, hasharotlar ham odamlardan o'rganib o'z qurollarini yaratishi mumkin edi. Tasavvur qiling, ulkan chayonlar odamlarning qurollariga o'xshash zahar qurollarini ishlab chiqsa, yoki tarakanlar ularning o'ta chidamliligi tufayli har qanday hujumga qarshi turadigan zirhli tanaga ega bo'lsa. Bu holat odamlar va hasharotlar o'rtasida global miqyosda texnologik poygaga olib kelardi. Bundan tashqari, hasharotlarning ulkanlashishi kosmik tadqiqotlarga ham ta'sir qilardi. Agar ular kislorod muammosini hal qila olsa, masalan, ulkan chumolilar Mars yoki boshqa sayyoralarda odamlardan ko'ra yaxshiroq yashashi mumkin edi.
ularning chidamliligi va moslashuvchanligi kosmik koloniyalar qurishda odamlarga raqobatchi bo'lardi. Agar hasharotlar odam kattaligida bo'lsa, dunyo butunlay boshqacha bo'lardi. Bu holat bir tomondan dahshatli bo'lsa, boshqa tomondan aql bovar qilmaydigan yangi imkoniyatlar ochardi. Odamlar hasharotlar bilan birga yashashni, ulardan ilhomlanib, yangi texnologiyalar yaratishni yoki hatto ularga qarshi kurashishni o'rganardi. Ilmiy fantastika dunyosida bu holatni tasavvur qilish o'z-o'zidan hayajonli. Siz nima deb o'ylaysiz? Ulkan hasharotlar bilan yashashni xohlarmidingiz yoki bu dahshatli tush bo'larmidi? Fikrlaringizni sharhlarda yozing. Agar bunday videolar sizga yoqsa, kanalga obuna bo'ling.